Assalomu alaykum. Hafta davomida O'zbekiston tutunuvchilar huquqlarini qo'g'ov jamiyati federatsiyasi iskirligida bo'lib o'tgan janoblar haqida tutunuvchi Dayjest orqali xabar beramiz. Tutunuvchilarning chegarasiz qarzdorligi bekor etildi. Navoiy viloyatida yashovchi fuqaro Jizzax qalasidagi Ulkan savdo bo'rayidan muddatli to'lam tekarida sotib olgan elektromototsikilda nuqson aniqlanib, tutunuvchi uni do'konga qaytarib topshirgan bo'lsa-da, shartnoma bekor etilmagan. Tutunuvchiga 5.500.000 so'm qarzdorlik bo'yicha majburiy o'rnov byurosidan o'ndirilgan ish berilganligi bo'yicha norozilik bildirilgan. Murojaat Jizzax qalasi tutunuvchilar huquqlarini qo'g'ov jamiyati qanigilari tomonidan o'rganish davomida ko'rilgan ilojlar natijasida sotuvchi ham tutunuvchi o'rtasidagi shartnoma bekor etiluvini yerilib, tutunuvchiga yuklatilgan 5.500.000 so'm miqdoridagi tekarsiz qarzdorlik bekor etiluvini yerildi. Qarzdorlikning tekarsizligi aniqlandi. Farg'ona qalasida yashovchi tutunuvchi J.A.ning sotib olgan uy imoratini o'sha yilning yanvar oyida ko'chib kirganligi, uy imoratining oldingi egasi tomonidan ichimlik ham suv xizmatlari uchun to'lam ortig'ini to'lab qo'yilgan bo'lsa-da, aradan bir oy o'tmasdan 459.919 so'm qarzdorlik yo'q ekanligi, kersincha jeki hisob-kitob oldindan to'langanligi ma'lum bo'ldi. Qarzdorlikning yuzaga keluvini bo'lsa, tutunuvchi ya'ni uy egasi tomonidan uzoq vaqt davomida biling bazaga hisoblash ko'rsatkichlari kiritilib borilmaganligi, sonday-aq baza o'rtacha tutunuv ko'rsatkichlarini kiritib boruvi sabab bo'lganligi aniqlandi. Tutunuvchi huquqlari tiklandi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on rayonida yashovchi fuqaroning rayon aymog'idagi bozordan 650.000 so'mga oldin tutunuvda bo'lgan kepserli uskunasini sotib olgani, biroq o'nimda islatib ko'rganda nasa chiqqani, bu haqida sotuvchiga qilingan murojaatga bo'lsa bekorlov javobi olinganligi haqida murojaat o'rganildi. Жағдай Uchqo'rg'on rayoni tutunuvchilar huquqlarini qo'g'ov jamiyati tomonidan o'rganilib, sotuvchiga ameldagi nizomchilik talablari tushuntiriluvi bilan boshqalar o'rnida chechilib, tutunuvchiga 650.000 so'm pul to'liq qaytarilgani yerilgan. Avtosalondan sotib olingan avtomashinaga gaz uskunasi o'rnatildi. Samarqand rayonining Yangiariq mahallasida yashovchi tutunuvchi shu yilning yanvar oyida Samarqand qalasidagi Goodwill Service javobgarligi cheklangan jamiyatga qarashli avtosalondan Cherry Arizo 6 Pro markali avtomashina sotib olgan. Biroq shartnoma ko'rsatilmaganligi sababli bu transport qurolina gaz uskunasi o'rnatib berilmagan. Tutunuvchining bu masaladagi murojaati Samarqand qalasi jamiyat qanigilari tomonidan o'rganilib, avtotransport qurolina 12.760.000 so'mlik gaz uskunasi o'rnatilib beriluvini ta'minlandi. Maktab o'quvchilari federatsiya e'tiborida. O'zbekiston tutunuvchilar huquqlarini qo'g'ov jamiyatlari federatsiyasi tomonidan shu yilning 23 yanvar sanasida yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadini ko'zda tutuvchi buyruq qabul etilgan edi. Bu buyruq dekanida Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq rayoni 17-Ulug'ma bilim beruv maktabi 10-klass o'quvchisi Adilbayeva Ahmarjon, Farg'ona viloyati So'x rayoni 11-Ulug'ma bilim beruv maktabi 6-klass o'quvchisi Tabirov Shohjahon, Navoiy viloyati Tamda rayoni 21-Ulug'ma bilim beruv maktabi 10-klass o'quvchisi Jangobayeva Aynisa federatsiya raisi stipendiyasini munosib deb topildi. Belgilangan tartibga ko'ra ularga o'sha yilning mart oyidan boshlab sherik shumaqlari bilan 1 million so'm stipendiya to'lab berildi. Bunday qo'llab-quvvatlash жаңа ilm sirlarini teran o'zlashtirishga ulkan turtki vazifasini atqaradi. Bayram dasturxoni sifatli ham qo'l yetimli o'nim bilan to'ldiraylik. Xalqda arzon, sifatli ham tutunuvchiga jaromli o'nimlar bilan ta'minlash ahamiyatli masalalardan biri hisoblanadi. Shu ko'z qarashdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan xayr-saxovat oyi bo'lgan Ramazon oyida ichki bozorda baholar turoqligini ta'minlash hamda dehqon bozorlari ham iri savdo o'raylarida qo'l yetimli oziq-ovqat o'nimlari bilan ta'minlangan yarmarkalarni ko'rkamlashtiruv bo'yicha topshirma berilgan edi. Ramitan rayoni tutunuvchilar huquqlarini qo'g'ov jamiyatlari tomonidan rayonlik dehqon bozorida sol maqsadda ko'rkamlashtirilgan arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkasida jamiyatchilik baqlov ilojlari o'tkazilib, oziq-ovqat o'nimlarining zaruriy sifatda bo'luvi hamda baholarning tekarsiz ko'tariluvi chog'daylarning oldini olish bo'yicha monitoring ilojlari olib borilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tarovdagi xabar ham yangiliklarimiz ulardan iborat edi. Bizda sotsial tarmoqlarimiz orqali baqlab boring.